Mashinani xotinidan ham yaxshi ko'radigan erkaklar va BYDning muxlislari, bu video aynan siz uchun. Yangilangan BYD Yuan Up Plus 21-may kuni rasman sotuvga chiqadi. Xitoyning mashhur BYD kompaniyasi o'zining ommabop elektrik krossoveri Yuan Up Plus modelini yanada zamonaviy va kuchli ko'rinishda taqdim etmoqda. Yangi model nafaqat tashqi dizayni, balki texnik imkoniyatlari bilan ham jiddiy yangilangan. Avtomobil yangi Blade 2 akkumulyatori bilan jihozlandi. U tezkor quvvat olish imkoniyatiga ega bo'lib, CLTC sikli bo'yicha 630 km gacha masofa bosib o'ta oladi. Yangiliklar 200 va 240 kilovatli ikki xil versiya. Yan NC adaptiv podveska tizimi, kattalashtirilgan kuzov va kengroq salon, yangi katta multimedia ekrani, simsiz quvvatlash funksiyasi, uzatmalar selektori rul kolonkasiga ko'chirildi. Shuningdek, avtomobil 6 xil rangda, jumladan 2 rangli variantlarda ham taqdim etiladi. Yangilangan dizayn va zamonaviy texnologiyalar BYD Yuan Up Plus'ni bozordagi eng qiziqarli elektromobillardan biriga aylantirmoqda. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga, ayniqsa yaqinda avtomobil xarid qilmoqchi bo'lgan tanishingizga borib qo'yishni unutmang. Xo'sh, sizningcha yangi BYD Yuan Up Plus O'zbekistonda ham ommabop elektromobillardan biriga aylana oladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.